Makaronun sifatine gelen olmasak Özbekistan'da yok milliy sifat. Bular mesela Rossiyskiy vaji oladi, pryamoy Rossiyaning o'zidan kelib turibdi. Bize uji bu yerda aksiya bilan birlashib o'tiribmiz. Bize pryamoy Rossiya chiqamiz. Rossiyaning mahsulotlarini arzonlashtiramiz. Video davomida ko'rib borsanglar bo'ladi. Oqshom istoriya ham qo'ydim. Aynan nov narsaga aksiya qo'yib berishimmi. Rossiyaning mahsuloti sifatli mahsulot bo'ladi. Albatta milliy yangiliklar o'tirib bermaslik uchun esa videoning boshidan bir like, profillarga obuna bo'lib qo'ying. Rossiyaning o'zidan pryamoy makaronlarimizga tutdi. Oqshom aytganim makaron olmay turinglar dedim. Bu rossiyskiy makaron bo'ladi, 100% Rossiyaning vaji bo'ladi. İşi duruşu 400 gram. Kişine aileler için, studentler için, bulan emmeçler için qaranglar 400 gram. Bahası 5000 so'mdan. Sifatidan umuman gap yo'q. 4 xil assortimentda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. 4 xil rasvetkasidan bemalol Optum do'konimizdan Optum narxlarda xarid etsanglar ham bo'ladi. Do'konchilar bu video sizlar uchun ham bemalol do'konlaringizga olib borib, chiroyli narxlarda qo'yib 6000 7000 so'mdan qo'yib sotsanglar bo'ladi. Xorazmliklar bilasizlar, o'zini ravo ko'rgan narsani sizlar ham ravo ko'radi. Maksimalniy eng sifatli narsalarni eng arzon narxlarda qo'yib berishga harakat qilamiz. Hammangizga rahmat. Qo'llab-quvvatlab tursangizlar, bundan ham zo'rlarini sizlar uchun qo'yishda davom qilamiz.